Assalomu alaykum, baliqchi akalar. Yana baliq ovi keldik. Har doimgidek boshlanishi tochkamizga keldik. Mana baliqchilardan Sarvarbi, Doimgidek. Qudrat aka, qarab qo'ying, o Nasibilloh. Keldik mana. Tochkalar zo'r. O'tgan safar 7 ta 8 ta karas tushdi, bitta sazanchi bir. Endi bugun ko'ramiz, bir haftadan so'ng narsa bo'ladi. Unda men ancha taniqliman bu yerda. Ha, Sarvarda tanishadi. Sarvarbek. Akalar, mana natija sizni. Hurmatli baliqchi akalar, har doimgidek kilogram sazanda 7 kilogram. Где-то килограмм бor. Надо аккуратней. Chiqarish jarayoni. Уважаемые рыбаки, у нас сезон начал уже. Mana Teta 800. baliqchi akalar, baliq ovni yakunladik. Endi qaytishga tayyorgarlik akalar. Bu yerdan ikkita baliq chiqdi, xolos. Bitta shapalaqdek sazan, bitta shapalaqdek karas chiqdi. Shu sazanchini qo'yib yubordim, karasni yegan olib qo'ydim. Akalar suv zo'r o'layapti ekan. Olishni boshladim. Manzil akalar, asha Ulug'nor baliq qovuradigan ro'parasidagi Zakar monog'i. Ushlagan sazanim asha baliq qovuradigan yerda yonidagi muzdek suvdan ushladim akalar. Manzil so'raydiganlarga. Hurmatli baliqchi akalar, mana bugungi natijalarimiz. Mana bu katta sazan, rasmi ko'rka, verxoplovkam, to'g'ri karaslar. Mana shu bo'ldi natijamiz. Yemakga yetadi. Ha, Iftorlikka. Nasibilloh degan baliqchi, Sarvarbek degan baliqchilar hamkorlikda ushladik. Yana bittamiz Yana bittamiz hozir nariyoqqa ketdi.